Burun plyonka qilish jarayonida mana shu qismiga narsa tushib qoldi. Birinchisini siqib olganingizdan keyin artib tekshirishchi shunga kerakli jihati bor. E'tibor beringlar, burun plyonka qotgan paytda xona yopiq bo'lsin, chang bo'lmaydigan jarayonda bo'lsin. Bizda shu xato uchrab qoldi. Endi qaranglar, qanaqa to'g'rilaymiz deydigan bo'lsak, hozir jarayonni kuzatib borasizlar. Musor qatga tushganligini yaxshilab ko'rib olganimizdan keyin bitta shampun sepib olamiz. Plyonkani ko'tarishimiz uchun, undan keyin qo'limizdan yaxshilab chayib olamiz. Sababi bitta tochkani tozalaymiz deb turib, yana 4 ta 5 ta churib qo'ymasligimiz uchun. Iloji boricha musorni qo'l bilan olib turib, tortib olishga harakat qilinglar. Agar buni holatda bo'lmaydigan bo'lsa yoki yo'qotib qo'yadigan bo'lsanglar, yaxshilab shampun sepasizlar. Ya'ni shampun ko'p bo'lgan holatda musorga chiqib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bitta e'tibor berish kerak bo'lgan jihatimiz, bu yerda spirt bilan yechim qilib bo'lmaydi. Faqat shampun bilan qilasiz. Yaxshilab shampunni siqib tashlaganingizdan keyin jarayon qanaqa bo'lganligini sochuvda artib turib tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rganinglardek, burun plyonkamizni ochish jarayonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato hech qayerda qolgani yo'q. Eng asosiysi, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, burun plyonka qildinglarmi, xato hammada bo'ladi. Faqatgina shu xatoga to'g'ri, tez yechim qilishimizda bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Bundan ham qiziq kontentlarimiz hali oldinda.